Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Qorong'i tushib qolishiga qaramasdan video qildik. Chunki bu yerda toshli oyna qilib o'rnatganmiz eshigimizni. Shunga bir qator video qilib qo'yaylik dedik. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidamiz. Xudo xolasa akamiz internetdan ko'rib zakaz berdi. Koreyada ishlaydi ekan, akamizga cho'tki qilib berdi. Toshli oyna yopishtirilgan, oynalariga tosh yopishtirilgan, eshigiga xudo xolasa go'zal holatda chiqdi. Eshiklar ligirovkalar, ruchkalar har doimgidek go'zal holatda, ruchkalari baquvvatidan. Stullar alkafon bilan o'ralgan. Cho'tki bo'lgan. Xo'sh. Bu tomonda, ichki tomonda eshiklari bor. Ikki qanotli eshik o'rnatganmiz. Ichkaridan ko'rinishini bir qator ko'rsatib o'taman. Hali ishimiz hali to'liq bitmadi. Qorong'i tushib qolgani sababli ishimizni bir qator video yo'q qo'yaylik deb. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatdamiz. Telefon qilib bog'laninglar. Moddiy bo'ylab dastlabki ustanovkalari bilan qilib bera olamiz. Cho'tki holatda romlar splashni ochilgan. Kvadratlari har xil tushyapti. 600 mingdan boshlanyapti. Buni kvadrat qimmatroq chiqdi, chunki toshli aynani o'zi qimmat. Quyoshda o'chmaydi, xudo xolasa. Shunga qimmatroq qiladi va toshlarini qo'l mehnati yopishtiriladi. Shuni hisobiga qimmat. Lekin xudo xolasa juda go'zal narsa bo'ladi bu narsa. Akamiz shuni yoqtirdi. Shuni qilib berdik. Ishimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Rahmat katta.